Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli Kaskali bola kanalimizda ashaddiy muxlislari va qurilish sohasiga qiziqadigan hamyurtlar. Bugungi videolarimiz patologlar haqida emas, gibki kamin haqida bo'ladi. Hozirda mana shunday xonadonimizda tashqi fasadini gibki kamin sokillariga termo panellardan foydalanib chiroyli holatga keltirilgan. Bugungi videolarimizda narx-navolari, ustalarimizning xizmatlari va qaysi hududlarga borib ishlash imkoniyatlari borligi haqida suhbatlashib o'tamiz. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'yicha aytilgan, mana shu videomizda aytilgan narxlar vodiy bo'yicha bo'ladi. Boshqa hududlarga ozgina narx-navo qo'shilishi mumkin. Albatta, Kaskali bola kanalidan desangiz, chegirmalar sizlar uchun mavjud. Sog' bo'linglar, Kaskali bola kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xullas, toshga chidamli, suvga chidamli degani mana shu termo panel bo'ladi. Sepingloydi. Ana uni qaranglar, ana. Rasvo qilish kerakmi devorni? Mana shunaqangi qilib rasvosini chiqaramiz. Tepasi gibki kamin, pasti termo panel. Ikkalasi uyg'unlikda bo'lyapti. Pastki devorlarimizga hech narsa zarilmas. Beton, shlaka blok, guvali, g'isht hammasiga shunday yopishtiriladi. Buni orqasini tekizlab ber, ishkaturka qilib ber degan narsa bo'lmaydi. Sizga pul tomonlama, mablag' tomonlama arzon tushadi. Endi qani yuvamiz. Teparoqdan seping. Ana bo'lmasam. Mayli endi bo'ldi, qolganini endi uyda egalari tozalash bo'ladi. Xullas, yuvsa bo'ladigan barcha qulayliklarga ega. Ichkaridagi o'sha 3 santimetrlik yoki 5 santimetrlik pok tashqi ob-havo ta'sirlarini sizda uyingizda fundamentini, betonini asraydi. Issiq sovuqni o'tkazmaydigan mana shu termo panel bo'ladi. Buni ham hozir video davomida asosiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu sizlar uchun ozgina eksperiment bo'ldi xolos. Yuvilgan devorlarimizni ko'rdingiz. Qanaqangi holatda loylarni sepib yuvib berdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmi? Charchamasdan. Zo'r. Bizi Kaskali bola kanalimiz asosan qurilish sohasiga ixtisoslashgan kanal, ya'ni kimki qurilish qilaman deydigan bo'lsa, mana shu bizning videolarimizni ko'rib, narx-navolarini, chamasini chiqarib olish maqsad. Endi mana shu qilinib turgan fasadlarimiz haqida sizdan ma'lumot olsak. Tepasi, pasti, Xudo xolasa. Tepalarimiz aka tekis duolga gibki kamin qilib berganmiz. 1 kvadratdan 90 mingdan qilib berganmiz. Tekis devoriga yopishtirib berish usta haqqi hammasi ichida. Hammasi ichida bitishi 90 mingdan bo'lgan. Endi pastki qismi fundamenti betonida. Betonni o'ziga shunday suvatib beraymi deyishganda, shunday o'zimiz kelishganmizda 160 ming so'mdan termo panelli qilib berganmiz. Hech qanday arqa suvoq-muvoq bo'lmagan. Suvoq bo'lmagan, ichi bola bo'lmagan. Betonni o'zi. Betonni o'ziga bunimiz qalinligini hisobiga tekis o'zini olib chiqsa bo'ladi aka. Duol qiyshiq bo'lsa ham o'zini tekis qilib bemalol nolga olib chiqib olsa bo'ladi. Bu hozir 3 santimetrlik pok ishlatilgan ekan. Yaqinroq ko'rsatib bering shuni. Mana oddiy betonimizga 3 santimetrlik pok ishlatilgan va bu setka ham ishlatilgan ekan. Setka ishlatiladi, обязательно hammasida keyinchalik treshina tushmasligi uchun. Bu duoldan ko'chib chiqmasligi uchun giribok ham ishlatiladi bunga. Qo'ziqorinlar bilan qatiriladi bu. Bu narsamiz. Keyin sverlo qilib bu bilan qatiriladi. Qatiriladi. Bundan tashqari aka, misol ko'pchilik o'ylashi mumkin, ranglariga kelsak, rangda luboy xili bor. Bu obrazец ranglarimiz. To'ppa-to'g'ri. Tanlagan, aytgan svetidan chiqarib beraveramiz. Bundan boshqa bitirgan fasonlarimiz ham ko'p aka. Endi Dilshodbek, bu hozir mana termo panel deyapmiz, tepasi gibki kamin qilingan, g'isht rasmi chiqarilgan ekan. To'ppa-to'g'ri. Bunga boshqa stillarda ham qilsa bo'ladi, misol uchun travertin yoki boshqa. Bo'ladi aka. Travertin ham qilsa bo'ladi, jemchuk qilsa bo'ladi, atachento qilsa bo'ladi. Hammasini chotki garantiyali qilib beramiz. Yorug' tushmaydigan qilib, salga ko'chmaydigan qilib, tosh, to'p teganda yorilmaydigan qilib, chidamli qilib beramiz. Buni ham penoplastlarimizni ham ko'pchilik o'ylaydi, yumshoq deb o'ylaydi. Bu qattiq aslida. Urganda ichi bola bo'lmaydi. To'p kelib zarb bilan teganda ham yorilib yo ichiga kirib qoladigan narsa emas. Demak, orqa tomoni to'la. To'la. Hali bo'sh-joy qolsagina keyin sinishi mumkin-da endi bu. Bunda sinmaydi, unaqa narsa kuzatilmaydi bularda aka. Xo'p, xizmatlarimiz qayerdan bo'lyapti endi hududlar bo'yicha? Shu vodiy bo'ylab aka bemalol hozirgi narxlarda qilib beraveramiz. Endi vodiydan tashqariga 20 ming so'm kvadratiga qo'shilib qoladi. 20 ming so'm har bir kvadratga qo'shilib qo'shni viloyatlarga chiqqanimiz uchun. Ya'ni
Vodiydan tashqariga chiqsak. Vodiydan tashqari. Endi vodiy Andijon, Namangan, Farg'ona bo'yicha Farg'ona bo'yicha. xizmatlaringiz bor. Bor. Nechta ustalarimiz bor endi qo'l ostingizda? 40 tadan oshiq ustamiz bor. 40 tadan ortiq ustalarimiz bor. Mana bu tomonda ham bitta krupniy planda ko'rsatib beringda mana. Qanaqangi chiroyli holatda bo'lgan. Har bir aka mana Namanganda ham, Andijonda ham hamma joyda chiqargan videolarimiz bor, obyektlarimiz hamma joyda bor. Misol klientlar so'rasa lokatsiyasini tashlab beramiz, borib qilgan bitirgan ishlarimiz ko'rishaveradi. Bu ishimiz Farg'ona Mindonida bo'lib turgan ish. Demak, kataloglar bor. Bor. Ya'ni bitgan holatdagi. Bitgan holatdagi ob'yomimiz bor. 5 yildan beri bu fasad sohasida o'zimiz material chiqarib ishlab kelamiz aka biz. Xo'p, qarang, garantiyasi qana bo'lyapti buni? Garantiyalarimiz 10 yildan 15 yilgacha 10 yildan 15 yilgacha mana shu holatda chidab berishga garantiya berilyapti. turadi, xudo xohlasa. Tushunarli. Dilshodbek, endi hozir mana palasalarni, ya'ni shoplar deyiladi, shop deyiladi. Ko'p joylarda ko'ramiz, oqqa, qora, mana qora g'ishimizga oq palasa beryapti va oqqa qora beryapti. Bu yerda hozir palasamizni, ya'ni ichidagi shopimizning rangi bir xil ekan. Nima sababdan shunaqa? Yana bitta savolim, bu shop qilmasdan ham tekis holatda bir variantlar bormi? Bor aka, buni fasonni turi ko'p bo'ladi. Uy egalari tanloviga qarab qilib beramiz. Misol uchun eshik derazalarida atrofini imini boshqa rangda. Misol ko'proq rang ishlataveramiz. Bir xilgilarga u bachkanali qiladi, bir har xil rang ishlatilgan deydi. Hamma har xil tanlaydi. Endi imini shopni ham rangiga kelsa, misol svetga, mana seri, mana unimiz tagida qora, ikkoviga ham oq svet tushavergani uchun bir xilda qilib yuborganmiz. Agar mana unimiz yana ham to'qroq bo'lsa yo ochiqroq bo'lsa, yana ham seridan ko'ra ochiqroq bo'lsa, unda tagini qoraytirsak keyin ajraladi. Misol shop chiroyliroq ko'rinishi uchun. Hozir demak ikkovida ham bilinib turgani uchun oq qolavergan. Agar ajramay qolsa, o'sha shopini o'zgartiramiz rangini. Endi seli holatda ishlarimiz haqida. Ya'ni shopsiz qilsa bo'ladi, shopsiz ham qilsa bo'ladi. U travertinga o'xshab har 30 santimetrda shop tashab qilib beramiz aka. Yoki misol har 3 ta g'ishtni bittasini boshqa rangda qilib beramiz, u ham boshqacha ko'rinadi. Shu mana shu miramir chiziqlarini ham misol kimgadir shular ham yoqmaydi, uni yo'q qilib beraveramiz. Misol bir xilda g'isht bir xilda to'ppa-to'g'ri bir xilda однотемный qilib, chiroyli qilib, bez palosa qilib beramiz. Garantiyali travertin qilib beramiz. Rangda farqi yo'q. Farqi yo'q, любой svetda. Dilshodbek, endi mana ko'p joylarga boriladi, devor holati har xil. Kimdadir yangi imorat, kimdadir eski imoratni mana shunaqangi zamonaviy ko'rinishga olib kelish uchun sizga qanaqangi sharoitlar bo'lishi kerak, devorimizda holati qanday bo'lishi kerak? Endi bizga aka ularda nima qilgizishiga bog'liq. Misol uchun dual g'ishtda turgan bo'lsa, u termopanel qilishimiz kerak bo'ladi. Termopanelga aka pataloydan oldin qilinadigan narsa. Eshik rom, deraza, darvozalarni qo'yib olishadi, keyin biz boramiz, dualni nolga olib chiqamiz termopanelda. Shunday fasonni bitiramiz, keyin bemalol pataloy qilsa ham bitta liniya ketaveradi. Endi gibki kamin qilgizmoqchi bo'lsa, shu pataloylarni qilgizib olib, keyin bemalol bizni chaqirsa, shu ishga turka bo'lgan dualga bo'ladigan narsa gibki kamin. Tekis dualga keyin borib bemalol qilib beramiz. Misol ko'pchilik so'rab qoladi-da, pataloy qilgizaymi, qaysi holatda qilgizay deydi. Pataloy ham shu dual nolga chiqqan holatida, shishka turkasi bo'lgan holatda qilinadigan ish bo'ladi o'zi. O'shani hisobidan g'ish holda bo'lsa, chaqirsa termopanel qilib beramiz 160 ming so'mdan. Agar shishka turka holda bo'lsa, shu pataloylar qilgizib olib chaqirsa 90 mingdan gibki qilib beriladi. Xohlasa 90 mingdan travertin qilib beramiz aka. Endi qarang, devorlarimizda atkos olinadigan joylar bor, yoki o'sha devorlarda o'nqir-cho'nqir joylarni tekizlanadigan holatlar bor. Unaqangi xizmatlar bo'ladigan bo'lsa-chi, uni ham o'zingiz qilasizmi yo uyda egasi sizga tayyorlab berish kerakmi? Yo'q aka, bizga mana shu boramiz, dualni holidan olib ketamiz. Qo'shimcha rasxodlar misol o'sha 90 mingga qo'shiladi, uni hisoblab beramiz. Misol 120 ming, 110 ming so'mdan bo'lyapti unaqa duallar. Misol rodbanda tekizlab, ustidan обязательно kafilkili tortib, keyin ishlov beryapmiz, shunaqa qilib. Shular hisobiga xarajatini qo'shib, qo'shimcha xizmatlarga narx-navo qo'shilib boraveradi. Hamma narsani o'shanda ham o'zimiz olib boramiz, uyda egasiga olib kelgizib, ovora qilmaymiz aka. Xo'p, uyda egasidan qo'yiladigan talablar nimalar? Shu misol o'zimizdan uzoqroq bo'lsa, yotoq joy, ustalarda oziq-ovqat-yu, lesa qo'yib beradi. Demak, yuqorida ishlash uchun lesalar bilan ta'minlab beradi. Bo'ldi. Shundan boshqa xarajati bo'lmaydi. Qolgan narsa o'zimizdan bo'ladi.
Tushunarli. Demak, aziz obunachilar, mana imkon qadar qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Ya'ni sokellarimiz agar termopanel bo'ladigan bo'lsa 160 ming so'mdan boshlanaveradi. Gibki kamillarimiz 90 ming so'mdan boshlanadi. Orqa tomonidagi holatiga qarab narx-navo o'zgaradi. Xizmatlarimiz demak vodiy bo'yicha 40 tadan ortiq ustalarimiz qo'l ostilarida ishlaydi. Ya'ni bu degani 10 to'ntadan bo'linganda ham bir vaqtda o'zida 4 ta xo'jalikda ishlash imkoniyatlari bor. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kaskali bola kanalidan desangiz albatta chegirma bor. chegirmasi bor. Salomat bo'linglar.